Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga avgust oyidan boshlab kuchga kiradigan muhim o'zgarishlar haqida batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumot oddiy xabar emas, chunki u pensiya oladiganlar, nafaqa kutayotganlar, ish haqi hisoblanadigan xodimlar, subsidiyaga ariza topshirgan oilalar, kommunal to'lov qiladigan fuqarolar va davlat xizmatlaridan foydalanadigan deyarli har bir inson hayotiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim bandlarni bilmaslik odamni ortiqcha xarajatga, hujjat kechikishi yoki o'ziga tegishli imtiyozdan bexabar qolishiga olib keladi. Kanalga ho'zroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday yangiliklarni sodda tilda amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik fuqaro davlat tomonidan qabul qilingan qaror yoki o'zgarish haqida juda kech xabar topardi. Masalan, kimdir nafaqa miqdori qayta hisoblanishini bilmaydi. Kimdir subsidiyaga ariza berish muddati o'tib ketganidan keyin eshitadi. Yana kimdir yangi tartib bo'yicha hujjat talab qilinmasligini bilmay, idoradan idoraga yuguradi. Eng ko'p uchraydigan muammo shuki, odamlar menga tegishlimi yoki yo'qmi degan savolga aniq javob topa olmaydi. Natijada bir oila kerakli hujjatni vaqtida topshirmaydi. Boshqa bir fuqaro ortiqcha jarima to'laydi. Yana biri davlat xizmatidan foydalanish uchun eski tartib bo'yicha navbat kutadi. Endi esa avgust oyidan bir qator yo'nalishlarda tartiblar yangilanmoqda. Men bu yerda eng muhim jihatni alohida aytaman. O'zgarish degani har doim ham hammaga bir xil pul beriladi yoki hammaning to'lovi kamayadi degani emas. O'zgarish degani tizim yangilanadi, ayrim toifalar uchun yengillik bo'ladi. Ayrim hujjatlar elektronlashadi, ayrim talablar kuchayadi. Ayrim hisob-kitoblar qayta ko'rib chiqiladi. Shuning uchun har bir fuqaro o'z holatini alohida tekshirish kerak. Men bugun aynan shuni oddiy qilib tushuntiraman. Kimlar xursand bo'lishi mumkin? Kimlar hushyor bo'lishi kerak? Kimlar esa shoshilmay, faqat ma'lumotni tekshirsa kifoya. Birinchi muhim masala bu ijtimoiy to'lovlar va yordamlar bilan bog'liq. Avgust oyida ko'pchilik oilalar uchun eng katta savol bolalar nafaqasi, moddiy yordam, kam ta'minlangan oila sifatida beriladigan ko'mak, pensiya va boshqa to'lovlar qayta ko'rib chiqiladimi? Men ekspert sifatida aytaman. Bunday o'zgarishlarda asosiy e'tibor odatda oilaning real daromadi, ro'yxatdagi a'zolar soni, nogironligi bor shaxslar mavjudligi, bolalar yoshi, rasmiy ish haqi va mulk holatiga qaratiladi. Ya'ni tizim oddiygina ariza berdim, demak olaman tamoyili bilan ishlamaydi. Har bir ariza ma'lumotlar bazalari orqali tekshiriladi. Masalan, bir oilada ota rasmiy ishda ishlaydi va 3 million so'm maosh oladi. Ona vaqtincha ishlamaydi. 3 nafar farzand bor. Agar oilaning boshqa daromadi bo'lmasa, bolalar yoshiga qarab yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin shu oilaning nomida qo'shimcha uy, avtomobil yoki katta miqdorda bank aylanmasi aniqlansa, ariza rad etilishi mumkin. Odamlar ko'pincha mening qo'limga pul kam tushadi deb o'ylaydi. Lekin tizim rasmiy ma'lumotlarni ko'radi. Soliq bazasidagi daromad, kadastrdagi mulk, avtomobil ro'yxati, bankdagi ayrim ma'lumotlar. Shuning uchun ariza berishdan oldin oila o'z ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshirish kerak. Ikkinchi misol. Yolg'iz ona 2 farzandi bilan yashaydi. Rasmiy daromadi yo'q yoki juda past. Bunday holatda u mahalla orqali yoki elektron xizmatlar orqali ariza topshirganda uning holati alohida e'tiborga olinishi mumkin. Lekin bu yerda ham bitta muhim nuqta bor. Yashash manzili, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjatlari, aliment bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi zarur. Agar hujjatda familiya bitta ko'rinishda, bazada boshqa ko'rinishda yozilgan bo'lsa, ariza cho'zilishi mumkin. Oddiy xatolik bir oy kechikishga olib keladi. Ikkinchi muhim yo'nalish pensiya va ish staji masalasi. Pensiya yoshiga yaqinlashgan fuqarolar avgustdagi o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatish kerak. Chunki pensiya hisoblashda faqat yosh emas, ish staji, rasmiy badallar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, elektron bazadagi ma'lumotlar ham ahamiyatga ega. Oldin ko'p odamlar mehnat daftarcham bor, shuning o'zi yetadi deb o'yladi. Hozir esa elektron bazadagi ma'lumotlar bilan qog'ozdagi ma'lumotlar mos kelishi juda muhim. Agar odam 1998 yildan 2005 yilgacha korxonada ishlagan bo'lsa, lekin korxona yopilib ketgan yoki arxiv ma'lumotlari to'liq kiritilmagan bo'lsa, pensiya tayinlash jarayonida savollar paydo bo'ladi. Real misol olaylik. Bir fuqaro 3 yil ishlagan deb hisoblaydi. Mehnat daftarchasida ham yozuvlar bor. Lekin pensiya jamg'armasi bazasida 24 yil tasdiqlangan. Qolgan 6 yil bo'yicha arxiv ma'lumoti talab qilinadi.
Agar fuqaro bu ishni pensiya yoshiga yetgandan keyin boshlasa, to'lov kechikishi yoki hisob-kitob past chiqishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiyaga 1 yil yoki 6 oy qolganda emas, kamida 2 yil oldin o'z ish stajingizni tekshiring. Davlat xizmatlari markaziga borib yoki tegishli elektron xizmatlar orqali ma'lumotnoma oling. Agar kamchilik bo'lsa, arxivdan tasdiq so'rang. 3-yo'nalish ish haqi, rasmiy bandlik va soliq bilan bog'liq. Avgustdagi o'zgarishlar ish beruvchilar uchun ham, xodimlar uchun ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Chunki davlat oxirgi yillarda norasmiy bandlikni kamaytirishga harakat qilyapti. Bu nimani anglatadi? Agar siz do'konda, qurilishda, xizmat ko'rsatishda yoki kichik korxonada ishlayotgan bo'lsangiz, lekin mehnat shartnomangiz bo'lmasa, ertaga kasallik varaqasi, pensiya staji, kredit olish, subsidiya yoki nafaqa masalasida qiynalishingiz mumkin. Bugun qo'lga 4 million so'm naqd olayotgan odam o'zini qulay his qilishi mumkin. Lekin ertaga tizimda daromadi ko'rinmasa, u pensiya stajidan yutqazadi. Aksincha, subsidiya olmoqchi bo'lganda daromad yo'q deb ko'rinishi mumkin. Lekin yashash xarajatlari boshqa savollarni keltirib chiqaradi. Masalan, bir yigit 5 yil qurilishda ishlagan, har oy 5 million so'm atrofida pul olgan, lekin rasmiy ishga olinmagan. U keyin ipoteka subsidiyasiga ariza beradi. Tizimda uning barqaror daromadi ko'rinmaydi. Bank esa kreditni qaytarish qobiliyatini ko'rmoqchi bo'ladi. Natijada u men ishlayman-ku desa ham rasmiy hujjat yetishmaydi. Demak, avgustdagi o'zgarishlarni faqat pul oshadimi deb emas, mening rasmiy holatim tartibdami deb ham ko'rish kerak. 4-yo'nalish kommunal to'lovlar va hisoblagichlar. Bu mavzu hamma uchun og'riqli. Elektr, gaz, suv yoki issiqlik bo'yicha tarif, limit, qarzdorlik, hisoblagich ko'rsatkichi, elektron to'lov tizimi kabi masalalarda xatolik bo'lsa, odam o'z vaqtini ham, pulini ham yo'qotadi. Avgust oyidan boshlab ayrim hududlarda nazorat kuchayishi, qarzdorlikni undirish tartibi faollashishi yoki hisob-kitoblar elektron ko'rinishda aniqroq yuritilishi mumkin. Bu yerda oddiy maslahat. Har oy oxirida hisoblagich ko'rsatkichini rasmga oling, to'lov cheklarini saqlang, ilovadagi balansni tekshiring. Agar siz 200 ming so'm to'lagan bo'lsangiz, lekin tizimda qarz chiqsa, qo'lingizda chek bo'lsa, masalani tezroq hal qilasiz. Masalan, xonadonda eski hisoblagich bor, ko'rsatkich qo'lda yozib kiritiladi. Bir oyda 1 kilovat sarflangan, lekin tizimga xato bilan 1 kilovat tushgan. Agar fuqaro buni 2 oy o'tgach sezsa, aniqlashtirish qiyinlashdi. Agar u har oy rasmga olib borgan bo'lsa, muammo tezroq yechiladi. Shuning uchun men kommunal masalada har doim dalil bilan yurishni tavsiya qilaman. Rasm, chek, ariza raqami, murojaat sanasi. 5-yo'nalish davlat xizmatlari va hujjatlar. Avgustdagi ijobiy o'zgarishlarning eng foydali tomoni shundaki, ko'p xizmatlar bosqichma-bosqich elektronlashyapti. Bu fuqaro uchun navbat kamayishi, ortiqcha qog'oz talab qilinmasligi. Ayrim ma'lumotlar idoralararo almashilishi degani. Lekin elektronlashuvning o'ziga yarasha talabi bor. Telefon raqamingiz o'z nomingizda bo'lishi, pasport yoki ID karta ma'lumotlari to'g'ri kiritilgan bo'lishi. Yashash manzili yangilangan bo'lishi, elektron imzo kerak bo'lsa, oldindan tayyor bo'lishi kerak. Ko'pchilik aynan shu joyda to'xtab qoladi. Xizmat elektron bo'lsa ham, fuqaroning ma'lumoti eski bo'lsa, tizim uni avtomatik aniqlay olmaydi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma o'zgarishlar bir kunda, hamma hududda bir xil ishlamasligi mumkin. Qonun yoki qaror kuchga kiradi. Lekin amaliyotda hududiy idoralar, mahalla, bank, kommunal tashkilot yoki davlat xizmatlari markazida texnik moslashuvga vaqt ketadi. Shuning uchun siz birinchi kuni borganda xodim hali tizimga tushmadi deyishi mumkin. Bunday vaziyatda janjal qilishdan ko'ra yozma murojaat qoldirish foydaliroq. Chunki og'zaki gap havoda qoladi, yozma murojaat esa raqamlanadi va unga javob berilishi kerak. Ikkinchi nozik jihat. O'zgarish faqat yangi arizalarga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, avgustdan yangi tartib joriy qilinsa, iyulda topshirilgan ariza eski tartibda ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. Yoki aksincha, hali qaror kuchga kirmagan bo'lsa, avgustdan keyin qayta ariza berish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun arizangiz rad etilgan bo'lsa, rad javobining sababini o'qing. Rad etildi degan umumiy javob bilan cheklanib qolmang. Sababida daromad oshib ketganmi? Hujjat yetishmaganmi? Manzil mos kelmaganmi? Mulk bo'yicha cheklov bormi? Shuni bilish kerak. 3-nozik jihat, imtiyoz bor, lekin uni olish uchun fuqaro o'zi harakat qilishi kerak. Ba'zi to'lovlar avtomatik tayinlanadi.
Ba'zilari esa ariza bilan beriladi. Odamlar davlat biladi-ku, o'zi beradi deb kutadi. Lekin amaliyotda ko'plab yordamlar ariza asosida ko'rib chiqiladi. Masalan, moddiy yordam, subsidiya, ayrim kompensatsiyalar. Uy-joy bilan bog'liq imtiyozlar, nogironligi bor shaxslar uchun ayrim xizmatlar ariza talab qilishi mumkin. Ariza bermagan odamning holati ko'rib chiqilmay qolishi mumkin. 4-chi nozik jihat. Oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilsa, natija o'zgaradi. Masalan, bir uyda ota-ona, voyaga yetgan farzand, kelin va nevaralar yashaydi. Lekin ro'yxatda kim qayerda turgani, kimning daromadi, kimga qo'shilishi, kim alohida oila hisoblanishi masalasi muhim. Agar bir farzand boshqa shaharda yashasa, lekin ro'yxatda shu manzilda tursa, uning daromadi hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Bu holatda odamlar u biz bilan yashamaydi deydi, lekin tizim ro'yxatga qaraydi. Demak, real yashash holati bilan hujjatdagi manzil mos bo'lishi kerak. 5-chi nozik jihat qarzdorlik imtiyozga ta'sir qilishi mumkin. Kommunal qarz, aliment qarzi, soliq qarzi yoki bankdagi kechikkan kredit ayrim hollarda davlat xizmatlarida muammo tug'dirishi mumkin. Hamma xizmatlar uchun emas, lekin ayrim jarayonlarda bu ma'lumotlar ko'rinadi. Masalan, tadbirkor subsidiya yoki imtiyozli kredit so'rasa, soliq intizomi ko'riladi. Fuqaro ipoteka olmoqchi bo'lsa, bank kredit tarixini tekshiradi. Shuning uchun avgustdagi o'zgarishlardan foydalanmoqchi bo'lgan odam avval qarzdorliklarni ko'rib chiqishi kerak. 6-chi nozik jihat, firibgarlar faollashadi. Har safar hukumat tomonidan yangi yordam, nafaqa, kompensatsiya yoki imtiyoz haqida xabar tarqalsa, ayrim firibgarlar men sizga tezlashtirib beraman, karta raqamingizni yuboring, kod keldi ayting, oldindan to'lov qiling deb odamlarni aldashga urinadi. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang, bank karta parolini aytmang, notanish havolaga kirmang. Davlat yordami uchun shaxsiy kartangizdagi pulni tasdiqlash talab qilinmaydi. Rasmiy xizmatlar faqat rasmiy portal, davlat xizmatlari markazi, mahalla yoki tegishli idoralar orqali amalga oshiriladi. Agar kimdir sizga faqat bugun ulgurib qo'ling desa, bu juda xavfli signal. 7-chi nozik jihat, og'zaki maqsad bilan cheklanmaslik kerak. Ba'zan fuqaro idoraga boradi. Navbatchi yoki xodim og'zaki sizga tegishli emas deydi. Lekin qonuniy asos boshqacha bo'lishi mumkin. Agar siz haqiqatan ham o'zingizni haqli deb bilsangiz, yozma ariza bering. Arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport yoki ID karta ma'lumoti, manzil, telefon raqam, murojaat mazmuni va talab aniq yozilsin. Menga yordam bering deyish kamlik qiladi. Mening arizam falon sabab bilan rad etildi. Rad etish asosini tushuntirib berishingizni va qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z holatingizni aniqlang. Siz pensiya yoshiga yaqinmisiz? Bolalar nafaqasi olmoqchimisiz? Subsidiyaga ariza bermoqchimisiz? Kommunal qarzingiz bormi? Rasmiy ish joyingiz bormi? Hujjatlaringizda xatolik bormi? Har bir odam avval o'z savolini aniqlab olishi kerak. Chunki hamma o'zgarish hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Asosiy hujjatlar odatda ID karta yoki pasport, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, daromad ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'yicha hujjat, pensiya yoki nafaqa daftarchasi, bank rekvizitlari, ariza nusxasi bo'lishi mumkin. Agar masala pensiya bilan bog'liq bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, oldingi ish joylaridan tasdiq, harbiy xizmat bo'yicha hujjat, o'qish davri bo'yicha tegishli hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar masala subsidiya bilan bog'liq bo'lsa, oilaviy tarkib, daromad, uy-joyga ehtiyoj, kreditga layoqat kabi ma'lumotlar tekshiriladi. 3-qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Mahallaga boring, davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling, tegishli vazirlik yoki idoraning rasmiy saytini ko'ring. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan foydalaning. Telegramdagi noma'lum kanallar, tanish-bilish gaplari yoki bir odam aytdi degan ma'lumot bilan qaror qabul qilmang. Ayniqsa pul, karta, hujjat va shaxsiy ma'lumot masalasida ehtiyot bo'ling. 4-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lishi kerak. Masalan, men falon tumanda yashayman, oilamda 5 kishi bor. 4 nafar voyaga yetmagan farzandim mavjud. Rasmiy daromadimiz falon miqdorda. Avgust oyidan joriy etilgan tartib bo'yicha oilam holatini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar oldin rad javobi olgan bo'lsangiz, rad javobida ko'rsatilgan sabablarni tushuntirib berishingizni va hujjatlarimni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Ariza oxirida sana va imzo bo'lsin. Elektron yuborsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying.
Beshinchi qadam. Javob muddatini kuzating. Ariza topshirib, unutib yubormang. Qaysi sanada topshirdingiz, kim qabul qildi, qaysi raqam berildi, javob qachon kelishi kerak, hammasini yozib boring. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, takroriy murojaat qiling. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi idoraga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish mumkin. Lekin shikoyat ham dalil bilan bo'lishi kerak. Ariza nusxasi, rad javobi, chek, rasm, ma'lumotnoma. 6-qadam. Oilangizdagi hujjatlarni tartibga keltiring. Ko'pincha muammo katta qonundan emas, kichik xatodan chiqadi. Familiyada bitta harf xato tug'ilgan sana noto'g'ri, manzil yangilanmagan, telefon raqam boshqa odam nomida, nikoh holati bazada aks etmagan, bola hujjatida eski ma'lumot qolgan. Bular oddiy ko'rinadi, lekin elektron tizimda arizani to'xtatib qo'yishi mumkin. Shuning uchun avgustdagi o'zgarishlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, avval shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. 7-qadam. Ish beruvchi bilan rasmiylik masalasini ko'taring. Agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, hech bo'lmasa mehnat shartnomasi, ish haqi miqdori, soliq to'lovlari va pensiya staji haqida gaplashing. Bugun buni o'qilang, suhbat bo'lishi mumkin, lekin ertaga pensiya, kredit, subsidiya, kasallik varaqasi va mehnat nizosida aynan shu hujjat sizni himoya qiladi. Ish beruvchi keyin qilamiz desa, siz o'zingizning kelajagingiz haqida o'ylang. Rasmiy daromad ko'rinmasa, davlat tizimlarida sizning iqtisodiy holatingiz boshqacha aks etadi. 8-qadam. Kommunal hisob kitobni nazorat qiling. Har oyning bir kunini belgilang. Masalan, har oyning 25 sanasida elektr, gaz, suv hisoblagichini rasmga oling. Ilovadagi qarzdorlikni ko'ring. To'lov qilganingizdan keyin chekni telefonda saqlang. Agar qarz noto'g'ri chiqsa, darhol murojaat qiling. Keyingi oy to'g'rilanadi deb kutish ba'zan qarzdorlik kattalashishiga olib keladi. 9-qadam. Keksalar va internetdan foydalana olmaydigan yaqinlaringizga yordam bering. Avgustdagi o'zgarishlardan eng ko'p ta'sirlanadigan qatlamlardan biri pensionerlar, yolg'iz keksalar, nogironligi bor shaxslar va kam ta'minlangan oilalar bo'lishi mumkin. Ular ko'pincha elektron xizmatlardan foydalanishga qiynaladi. Agar oilangizda shunday inson bo'lsa, uning hujjatlarini ko'rib chiqing. Pensiya yoki nafaqa to'lovi vaqtida tushyaptimi? Kommunal qarzi noto'g'ri chiqmayaptimi? Telefoniga firibgarlar yozmayaptimi? Shuni nazorat qiling. Bu oddiy yordam katta muammoning oldini oladi. 10-qadam. Har qanday xabarni tekshirib keyin tarqating. Avgustdan hammaga pul beriladi. Hamma qarzlar kechirildi. Faqat bugun ariza topshirgan oladi. Kartangizga falon summa tushadi kabi xabarlar ko'p tarqaladi. Men bunday xabarlarga juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Rasmiy qaror bo'lmasa, aniq manba bo'lmasa, ariza tartibi ko'rsatilmagan bo'lsa, bu xabarni boshqalarga yubormang. Chunki noto'g'ri xabar odamlarni chalg'itadi, idoralarda sun'iy navbat paydo qiladi, firibgarlarga imkon beradi. Azizlar, avgust oyidagi o'zgarishlarning eng muhim mazmuni shuki, davlat xizmatlari, ijtimoiy yordamlar, pensiya, rasmiy bandlik, kommunal hisob kitob va hujjatlar bo'yicha e'tibor yanada kuchayadi. Kimning hujjati tartibli, ma'lumoti to'g'ri, arizasi asosli bo'lsa, u o'ziga tegishli imkoniyatdan tezroq foydalanadi. Kim keyin bilarman deb yuraversa, muhim muddatni o'tkazib yuborishi yoki o'rtiqcha ovora bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq o'z hujjatlaringizni tekshiring. Oilangizdagi keksalar va bolalar bo'yicha ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Kommunal balansni nazorat qiling. Rasmiy manbalardan xabar oling. Kerak bo'lsa, davlat xizmatlari markazi yoki mahallaga murojaat qiling. Eng muhimi, og'zaki gapga emas, yozma javob va rasmiy ma'lumotga tayaning. Sizningcha avgustdagi o'zgarishlar oddiy fuqarolarga haqiqatan ham yengillik beradimi yoki amaliyotda yana muammolar chiqadimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikka kerak bo'lishi mumkin.